Bolalarimni to'yni ko'rgan shunday katta qilib qo'yganimda tizib ketish qiyin bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbek xalqidaqa saxovatpesha xalq hech yerda yo'q. Qaysidir vatandoshini bemorligini ko'rib qolsa, kimdir ehson qiladi, puli yo'q tarqatib, imkon qadar shu yashab ketish uchun kurashadi. Lekin mana shunday rahmdilligidan foydalanayotgan it emganlar ming bor uzr. Shunaqa, agar u ona sutini emganda bunday ishlar qilmasdi. Bu sinimiz bilan turmush o'rtoqlari mana shu oilani bir hafta oldin olib chiqqan. Uni videosini olib, ba'zi bir it emganlar o'zini kartalarini qo'yib target yoqib, videoni asosiy joyidan kesib olib, target yoqib yotdi. Aziz vatandoshlar, mana shunday bemor videoni olib chiqqanini ko'rdingizmi? Videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Kartalarda nima deyapti, ism familiyasi nima chiqadi deb aytayapti. Iltimos, befarq bo'lib qolmanglar. Og'rit shu harakat qilyapsizmi? Qilgan ehsoningiz haqdorga yetib borishlik uchun obdan surishtiring. Telefon nomerlariga qarang. Iltimos. Mana bir opamiz 40 yoshdalar ekan. 3 ta farzandlari, turmush o'rtog'i oddiy taksist. Opamiz jigar syuruz bilan eng oxirgi etapida. Zudlik bilan jo'natmasak bo'lmaydi. Bular hozir qo'yishgan, lekin mashinliklardagi million ko'rilib ketib, bular videosini pastroqda qolib ketishganda ehson puli tushmay qolgan. Hozir qancha yig'ilgan edi Amirjon? 26 million, 26 million, 27 million so'm pul yig'ilgan. Opamizga kamida 30 ming dollar pul qilishimiz kerak. Aziz vatandoshlar, maksimalli birinchi o'rinda videoni ko'p tarqalishligi uchun like bosamiz. Kommentariyaga saxovatpesha insonlarni, oxiratda umidi bor insonlarni atmetga qilamiz va ushbu videoni hammamiz istoriyaga qo'yamiz. Biz ham ko'maklashgan keldik. Kartalarimiz Ma'murjonning nomidagi kartalarimiz Sultonov qo'yiladi. Ma'murjon nomida. Faqat shu kartada, faqat shu ism familiya chiqsagina iltimos ehson qilinglar. Telefon nomeri qaysini qo'yamiz? 99 852 1188. Qo'yamiz. Yana qarang mashinliklarni. Sevara sinimizni familiya ismimizga mos kartalar topib qo'yganda, nima deb qo'yilgan? Profilni hozir profilning nomi Soliyeva S qilib qo'ygan. И kartada ham Soliyev B chiqadi. Keyin o'sha target yoqib karta qo'yayotganlar profil nomini tezda almashtiryapti. Shunaqa. Alloh taolo senlarga kifoya qilsin. Mana shu opani dardini Alloh senga shu dunyoni o'zida ko'rsatsin. Seni o'zingni mana shu kasallik bilan duchor qilsin ilohim. Oyoqqa tezroq turib ketib, sog' bo'lib, bolalarimni to'yni ko'rgan shunday katta qilib qo'yganimda tizib ketish qiyin bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Saxovatpeshalar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Ko'ryapsizlar aziz vatandoshlar, ijarada turadi, o'zini uyi yo'q. Turmush o'rtog'i shu Taksi arendaga qiladi, taksi haydab yuradi. Ro'zg'or zo'rg'a qimirlatadi. Haqiqiy haqdor egasi. Iltimos sizlardan. Men sizlarga ishonaman. Bu oilani ham uddalaymiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.